Hammaga salom, sizlar bilan O'zgar Ahmed. Bugun sizlar bilan birgalikda bir nastroykani to'g'rilashni ko'rsatib o'taman. Agar siz gruppalarga, kanallarga kirsangiz, u yerdagi fayllarni, videolarni avtomatik yuklab olish jarayoni bo'ladi. Mana shu jarayonni hozir sizlar bilan birgalikda o'chirishni ko'rsatib o'taman. Buning uchun nastroykaga kirasiz. Kirganingizdan so'ng ma'lumotlar va xotira yozuvini ustiga bosib o'tasiz va bu yerda mana bu yerda bunday holatda yoqilgan holati bo'ladi. Sizda mana shu narsalarni o'chirib qo'ysangiz bo'ldi. Xuddi shu narsalarni o'chirib qo'yasiz va siz o'sha gruppalarga kirganingizdan so'ng demak u yerdagi rasm va video fayllarni, boshqa fayllarni avtomatik yuklab olmaydi. Qachonki o'chiq bo'lsa yuklab olmaydi, agar yoqib qo'ysangiz ularni avtomatik tarzda yuklab oladi. Mana shunday holatda foydalanib o'tsangiz bo'ladi.